Ise viloyat shoshilinchmi? Tushunmadim. Bu больницаning nomi nima deyapman dada? Viloyat tez yordam. Shoshilinch. Shoshilinch. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz. Hamma sog'mi, salomatmi? Xayrli kech. Bugun Arafa kuni. Hammangiz yaxshimisiz, sog'misiz, salomatmisiz? Bugungi muborak kunlar hammamizga muborak bo'lsin yana bir karra. Ertaga hayit Xudo xolasa eng yaxshi kunlarimizdan, eng yaxshi diniy bayramlarimizdan bittasi. Biz endi bir qancha vaqtdan beri dadamni ko'rgani kelganmiz. Dadam pansiyada yotdilar. Qanday dada? Yaxshi, yaxshi. Tuzimisiz? Manzila yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Doktorlar qanday? Yaxshi qarayaptimi sizga? Ofaring hammasiga. Da, zo'rmi? Ha. Bo'lish mumkin emas. Aha. Bu ota-onalarni yaxshi tarbiya qilgan bo'lar ekan. Ota-onalarga birinchi rahmat. Aha. Bu doktorlarimiz uzoq umr ko'rsin, biz yoshlarimiz ham oshib ketsin. Yuzlariga kirib yursin. Nima niyatga bo'lsa niyatlariga yetsin. Baxtini, omadini Xudo barkamol qilib bersin. Aytganingiz kelsin. Bular endi shunchalik qiynalib o'qidimi, u yerda huzurni ko'rsin, oilasiga bosh bo'lsin. Ularni bergan ota-onasiga mingdan bir rahmat. Ularni baxtiga ota-onasi, ularni ota-onasi baxtiga bular sog'-salomat bo'lsin. Biz yoshlarimizdan ham o'tib, chiroyli hayot kechirishni nasib qilsin. Xudo xolasa prezidentimiz bor, bu yoshlarga nihoyatda keng yo'l ochib, murodiga yetadigan niyatdaman. Hammani tabriklayman. Qurban hayiti bilan. Rahmat qizim. Siz hozir o'zi men haqimda gapirib berayotganingiz-ku, gapirib bermaysizmi endi? Dadam onalari buvim rahmatli vafot etishlaridan oldin hozir necha yil bo'ldi dada shunga? 88-yil. Yo'q, 87-88 da. Ya, nima deyapsiz dada u? Oymi o'tgan yilni aytyapman. Qachon o'tdilar olamdan? 17-yil. 17-yil o'tdilar. Hozir 9 yil bo'ldi-da, to'g'rimi? 9 yil bo'ldi. O'sha paytda rosa men 9 yil oldin men haqimda rosa gapirib bergandilar. Hozirgacha shu dadamni ko'rgani kelib, ota-onam oldiga kelib, o'tirsam erkalanib, o'sha onam bitta qo'yib ber deydilar-da. Keyin internetdan topib, ochib turibdi. Instagramimizda ham, Facebookda ham bor. Ochib qo'yib beraman. Eslab onalarini qana qilib o'tirishadi. Shunga hozir o'sha buvim rahmatli men haqimda aytgan gaplarni videoga olib qo'yib qo'ygan videom turibdi. 9 yil oldingi video. O'sha videodagi buvim rahmatlining aytgan gaplarini dadam ham aytib o'tiruvdilar-da. Jayron qizim. Nega dada meni Jayron qizim degan ayting shuni? Sochlaring oltinga o'xshab pomlanardi. O'zing pompagina qizing. Oppoqqina, do'mmoqqina, o'shanda hammi? Biror yaxshi narsani ko'rsang, darrov menga shu narsani yeb gapni ota. Dada desa, Dada, qarang-da. Siz menga ana xalginchaklar olib kelib qilib bergansiz uyda, esingizdami? Ha? Xalginchak, ana hamma qo'shnilarimiznikida arqondan qilingan bo'lganda, keyin sizga men aytganman. Dada, mana shunaqa xalginchak meni ham uchkim kelyapti desam, siz zo'rini olib kelib, ana davlatnikini yasalgan magazindan olib kelib, chiroylisini o'rnatib bergansiz. Keyin esingizdami, men kichkinaligimda mendan katta qo'g'irchoq olib berganlaringiz esingizdami? Esizdan mendan ham katta, bir qarich mendan katta edi. Hozirgacha qo'g'irchoqlarni ko'rsam, o'sha qo'g'irchoq esimga tushadi meni. Siz bizni zo'r boqqansizda. To'xtang. Maktabga tug'ilgan kunimda osh qilib bermadingiz deb janjal qilganimda qovlab o'rgansiz. Keyin ana gaz bilan ishirilgan sharlar olib borganingiz-chi maktabga tug'ilgan kunimda. Ya'ni kim farzandiga qilsa baribir o'sha farzanddan vaqt keldi shu narsa qaytadi. O'shaning uchun mana hammanglar to'rtovida ham mehr muhabbatga to'lasizlar. Undan sizlardan bo'lgan bolalar ham mana 8-9 nabiralarim, chevaralarim hammasi nimagadir yaxshi ko'radi-da. Shu ko'nglimga shu bir
nima dog' qoldirishni xohlamaydi. Hammasi mana Allohga berdi shukur yaxshi joylarda o'qib bitirib, xalq xizmatida mana nasib qilsa bu yil ishlashim nasib qilsa uylayman. Ana rosa to'y. Nevara kelinlar keladi. Hammasiga sovchilikka bordingiz o'zingizdan. Andijonlardan olib kelyapsiz kelinni, xudo xolasa. Aha. Xudosa xalqqa osh berish, xalqqa duosini olish maqsadimiz. Alloh taoloni shu buyurilgan inson uchun, bandasi uchun buyurilgan amallarni qilish maqsadimiz shu. Kim ko'p yashaydi desa, men o'zimcha aytamanki, Xudo suygan banda ko'p yashaydi. Bu har bir kunimiz biz uchun mukofot degan anaqalar bordir. Shuning uchun iloyim hammani umri uzoq bo'lsin. Mana shunday bir Qurbon hayitiga o'xshagan bayramlar, It Ramazon bayramlari, Ulug' ayyom kunlari degan. Ulug' ayyom kunlari ana shu hammani boshida to'kin dasturxon, toza oziq-ovqatlar hammaga nasib qilib, farzandlar bilan o'tirib yeyish nasib qilsin. Hammaga baxt omad iqbol tilayman. Ey yashang. Dadam 80 yoshga kiryaptilar, aytib qo'yay. Bu yil xudo xolasa bir katta yubiley qilamiz, dada. To'ylarni qilamiz. 16-iyunda tug'ilgan kunlari bu yil. Katta tug'ilgan kunlar qilamiz. Keyin avgustda xudo xolasa ikkita to'y, nevara to'ylar qilyaptilar. Ikkita nevara kelin olyaptilar. Keyin kuzda yana bittasi xudo xolasa. Oz qoldi ularga noyabrlarda. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hammanglar sog' bo'linglar. Yana bir karra hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Men endi dadam bilan, onam bilan uchrashsam, ko'pincha shunaqa videolar qilib qo'yishga harakat qilaman. Xudo xolasa kelajakda farzandlarimiz, nevaralarimiz ham shu onamni, otamni doimiy eslab yurishlari uchun. Hammanglar sog' bo'linglar, charchamanglar. Tinch bo'linglar. Hayitingiz muborak bo'lsin.